Nega Bitcoinni birorta davlat to'xtata olmaydi? Amerika, Xitoy, Rossiya birlashsa ham unga kuchi yetmaydi. Men hozir sizga negaligini keltirib beraman. Alloh saqlasin, birorta davlatda urush bo'lyapti deylik. U yerdagi xalq bor mol-mulkini, boyligini olib, boshqa davlatga, xavfsiz davlatga ko'chib ketishga harakat qiladi. Lekin siz chegaradan o'taman desangiz, oltinmi, naqd pulmi sizni boyligingizni olib qo'yishadi. Sizga ruxsat berishmaydi hech qachon chegaradan pulingizni olib chiqib ketishga. Aytaylik, siz shunday holatda kripto hamyon ochib, Bitcoin sotib oldingiz. Bor pulingizga, boyligingizga. Hamyon ochayotganda sizga 12 talik maxfiy so'z beriladi. Siz o'sha maxfiy so'zni yodingizda saqlaysiz. Keyin o'sha kripto hamyonni telefoningizdan o'chirib tashlaysiz. Hech narsa bo'lmaganday, hech vaqosi yo'q odamdek chegaradan o'tib ketasiz oilangiz bilan boshqa davlatga. Boshqa davlatga ko'chib borganingizdan so'ng, yana o'sha kripto hamyonni telefoningizga o'rnatasiz. Siz yodda saqlagan 12 talik maxfiy so'zni kiritasiz va o'sha bitcoinlaringiz yana hamyoningizda paydo bo'ladi. Ya'ni siz bir davlatdan ikkinchi davlatga bor pulingiz, boyligingizni miyangizni olib chiqib ketasiz. Bunaqa texnologiya insoniyat tarixida bo'lmagan o'rtoqlar. Bitcoin nolga tushadi, yo'qib ketadi degan odamlarning gapiga tupuring. Bitcoin bu raqamli oltin, Bitcoin bu kelajak.